Bismillah. Assalomu alaykum. Tabiiy narsalar doim reklamaga muhtoj emas. Aslida bizlar lekin xalqqa doim yaxshisini ilinamiz. Mana bu ko'rayotganinglar Cordyceps deyiladi. Bu harakatlanuvchi qo'ziqorin. Bu juda ham ko'p Tayvanlarda, yuqori tog'larda, Xitoylarda, o'sha Tibetlarda bo'ladigan eng yaxshi tabiiy holda o'stirilgan Cordyceps. Buni 3 donasi yarim kilo asaliga haqiqiy immunitetga barham beradi, pastlashiga juda ham kuchli immunitetni ko'tarib, shamollashlarni bartaraf qiladi. Ayniqsa tanani chiniqtiradi. Kuchli sport bilan shug'ullanayotganlarga, aqliy mehnatchilarga, operatsiyadan keyin tiklanish jarayonlariga, kerak bo'lsa mana shu farzandsizlikdan aziyat chekayotgan insonlarga buni taklif qilamiz. 3 ta Cordycepsni maydalaymiz. Mana atborni qilingan bular. Eng sarasi olib keltirilgan. Mana shunaqa holatda tabiiy usulda maydalab olamiz buni. Cordyceps bu inson salomatligida juda ham katta rol o'ynaydigan haqiqiy quvvat beruvchi tabiiy gribi. Bu quritilgan qo'ziqorin yozda to'xtaydi, qishda harakatlanadi. O'sha asosan bu Tibetlarda bo'lganligi sababli qo'l mehnati bilan juda ham mashaqqat bilan olinadi. O'zi aslida buni damlab ichilsa, nastoyka qilinsa, kapsulali variantlari ham bo'ladi. Eng yaxshisi mana shunaqa holatda. Cordycepsni juda ham tezkorlik bilan maydalab olingandan keyin yarim kilo asal qo'yamiz. Toza 50 destazali asaldan. Bismillah. Endi bunga toza ari sutini qo'shamiz. Ari sutini qo'shganimizdan keyin Cordycepsni yaxshilab maydalaganimizdan keyin kukun holatida bo'ladi. Asalga singib ketadi. Juda ham ko'p maydalab yuborilmaydi. Qo'shilgandan keyin xurmo changini qo'shamiz. Xurmo changi bu tozasi. Xurmo changida ayol erkakda bo'lgan jamiki mikroelementlar mavjud. Ayniqsa farzandsizlikda bu urug' foizini ko'taradi. Juda ham kuchli shamollashlarni chiqaradi, tanani chiniqtiradi. Tara mushaklariga zo'r effekt beradi. Asal bilan to'ldirib qo'yamiz. 1 soatdan keyin yaxshilab aralashtirib, kuniga 1 choy qoshiq ertalab, 1 choy qoshiq kechqurun iste'mol qilamiz. Ayniqsa kichik bolalarga 3 yoshdan boshlab berilsa, voyaga yetganda aqliy zaiflik umuman bo'lmaydi. Farzandinglarning rohatini ko'rasizlar. Qariganda o'zingizlarga zaxira bo'ladi mana shu.